Aka to'xtang. O'sha mashhur ikkita ona haqidagi she'rimizni aytib beraylik. Sizgina ham menikini ham. Ha. Butun O'zbekistonning onalarimiz uchun. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, dildan orom qochar ekan. Uyimizda rayhonlar chanqab suvsiz qolar ekan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, kapkul menga qolar ekan. Bemaza ovqatlarim faqat sizga yoqar ekan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, menga qiyin bo'lar ekan. Kir ko'rmagan ko'ylaklarim kirxonada yotar ekan. Ona tobiz qochmasin. Onajon tobiz qochmasin, opam, singlim og'rib qolar ekan, ko'zlariga yosh olib yoningizga yotib olar ekan. Ona tobiz qochmasin. Ona tobiz qochmasin, otam soqov bo'lar ekan. Siqilgandan sigaret ovqat bo'lib o'tar ekan. Aka, aytishadi-ku, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. Kirsa ham hatto 90, 100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lidagi millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilaymiz. Bir umr tugamas baxtni so'raymiz. Onasi yo'qlardan uzr so'raymiz. Ona bor hayotda yashash boshqacha.